Savol: Hanafiy mazhabida ibodatni tark etgan shaxs kofir sanaladimi? Hanafiy mazhabida ibodatlarni tark qilgan odamni modomiki inkor qilmasa kofir hisoblanmaydi. Misol, bir odam Imom Muslimning sharhida yoziladi. Muhammad Taqiy Usmon hafizahullohlar yozgan sharhda aytiladiki, bir odam musulmon bo'ldi, iymon keltirdi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedi. Namoz o'qimadi. Boringki 6 oy o'qimadi, boringki 1 yil o'qimadi. Boringki o'lgunicha o'qimadi. Lekin la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasida qoldi. Bu odam o'lsa nima bo'ladi deyilsa, hadislarda la ilaha illallohni kim aytsa, man kana axiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal jannah deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kimningki oxirgi kalomi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi deganlar. Yoki boshqa Imom Muslimda yana kelgan hadislarda bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mehmondorchilikka chaqiradi. Borganlarida qani Ka'bni ko'rmayapman dedilar. Ey Rasululloh, u munofiq bo'ldi dedi. Subhanalloh dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U la ilaha illalloh dedimi desalar, ha dedi, lekin u qalbi boshqa, tili boshqa dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim la ilaha illalloh desa, do'zax unga haromdir dedilar. Do'zax harom bo'lgandan la ilaha illalloh degan odamga hech kim uni qaysi gunohi bilan bo'lsa ham do'zaxda boqiy qoladi, kofir bo'lib ketadi demaydi. Modomiki ma ulima minad-dini bid-darura, dindan zaruriy bo'lgan ilmlarni inkor qilmasa bo'ldi. Misol, farz namozni olaylik. Namozni o'qi desa, men hozir o'qiy olmayman, sharoitim to'g'ri kelmaydi. Falon do'stlarim bor, ular bilan birga bo'laman. Namoz o'qimaydi ular, shuning uchun keyinroq o'qiyman desa hech qachon kofir bo'lmaydi. Bizning Hanafiy ulamolarimiz nihoyatda odamni kofir qilishlikdan ehtiyot bo'ldilar. Dinga kirgizishlik qanchalik odamga oson bo'lsa, dindan chiqarib yuborish shunchalik qiyin bo'ladi. Bir kishi hadis bilan oyatga qarshi bo'lib chiqdi. Shunda aytiladiki, bu odam o'sha hadis bilan oyatga qarshi bo'lgan hadisni biladi yoki oyatni biladi dedi. Yo, agar u unaqa tabiatda emas, u bilmaydi, u boshqa qarshi oyat hadisni deyilsa, aytiladiki, bo'lmasa bunda boshqa bir tavil bor dedi. Hech qanday tavil yo'q bunda, shu oyatga qarshi deyilsa, bo'lmasa bu odam istig'for aytar dedi. Yo'q, istig'for ham aytmaydi desa, bo'lmasa sen bilan men o'rtamizda kechqurunlar turib Alloh taologa tahajjud o'qir, sen bilmaydigan amallari bordirki, Alloh taolo uni kechirib yuborar dedi. Shunday qilib musulmon kishi islomga kirganidan keyin uni islomdan chiqarib yuborish nihoyatda qiyin bo'ladi. Hanafiy ulamolari xuddi shu amalni oldilarda hech qachon bir kishi musulmon bo'ldimi, uni kofirlikka nisbat berma deydi. Agar bir kishi bir birodariga ya kafir ya fasiq desa, ey kofir, ey fosiq desa, faqat bi ahadihima dedilar Imom Muslimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gapi ikkalasidan biriga qaytib boradi dedilar. Ey kofir desa, bir odam bir odamga kofir kalimasi chiqib borib o'sha kofir degan deyilgan odamga uradi. Agar u odam kofir bo'lmasa, kufri o'ziga qaytib kelib o'zini kofir qilib yuboradi. Shuning uchun amal qilmagan odamni kofir deyishlikka shoshilmaslik kerak. Ehtimol uni uzri bordir. 7 ta uzrdan bittasi bordir. Agar 7-uzrni olganda biz mutlaq bilmaydigan amali bordirki, Alloh taologa yoqadigan, o'sha bilan Alloh taolo kechirib yuborar degan gumonda ham bo'lamiz.